Erkin Vohidov, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, O'zbekning buyuk shoiri, 60-yillar avlodiga mansub eng yirik a'zolaridan, vakillaridan biri. Haqiqatan ham Erkin aka o'zidan juda katta meros qoldi. Bugun xotira kuni ekan Erkin akani. Men eslayman, o'sha yangi universitet ochilayotgan bir paytda Erkin aka o'tib qolgan edi. Ishimizni hammasini tashlab, o'sha kuni vazir bilan ko'rishishimiz kerak edi o'qituvchilar, yangi o'qituvchilar vazir bilan ko'rishish kerak edi. O'sha lekin mana shunday bir noxush xabar kelib qoldi, Erkin Vohidov vafot etdi degan. Shartta ishlarni tashladik, vazir ham qoldi, ishlar ham qoldi. Erkin akani so'nggi manzilga kuzatgani ketdik. Va Erkin akani o'sha yashab o'tgan hayot yo'li, qoldirgan merosi haqida o'sha jiddiy bir mushohadalar, mulohazalar, u haqda maqolalar yozishlar boshlandi. Ko'pchilikda bo'ldi bu narsa, jumladan men ham bir qancha maqolalar yozdim, Erkin akani xotirladim. Bugun mutlaqo esimda yo'q, hozir mashinadan tushib bu yoqqa kelayotganda ham Erkin akani bir misrasini eslab, o'zim takrorlab keldim. Vijdondek, iymondek mayli otini, lekin odamzodning xudosi bo'lsin deya o'sha sovet davrida ham o'sha baribir iymon kerakligini, baribir insonga xudo kerakligi haqida o'sha sovet zamonida turib ham mana shu masalalarda yo'lini topib aytganligi haqida o'ylab keldim. Ya'ni adabiyot mana shunday bir ummonki, shunday bir katta bir ummonki, uni o'sha ummonni bag'rida suzib uni tugatib bo'lmaydi. Ya'ni har qanday yo'l bilan adabiyot o'sha davrini, o'zini, millatini, insoniyatni, muammolarini ayta oladi. Mana shu ma'noda Erkin akani aynan mana shu o'sha xudosizlar, dahriylar zamonida mamlakatida baribir insonga xudo kerakligini, nima deb atasang ata, lekin baribir insonni xudosi bo'lishi kerakligi haqida yozgan. Yoki bo'lmasa men juda yaxshi ko'raman, rahmatli akam Oybek yod olib to'ylarda aytib yurardi, butun boshli faslarini, rivoyatlarini aytib yurardi. O'sha ruhlar isyoni dostoni, ruhlar isyoni dostoni. Mening nazarimda Erkin Vohidovning, nafaqat Erkin Vohidovning, balki o'zbek dostonchiligining shoh asarlaridan biri ana shu doston. U yerda ham o'sha Bengal shoiri Nazrul Islomni taqdiri misolida jadidlarda o'zbek shoirlarini, o'zbek millatini dardini ayta olgan edi. O'sha paytda sovet davrida 78-79-yillar, ya'ni o'tgan asrda 78-79-yillar barcha bilar poydor, haqiqat yashashi shart poydor, biz ham aytsak bo'lar, lekin uyda bola chaqa bor deya haqiqatni aytgimiz keladi, lekin uyda bola chaqamiz bor deya o'sha paytda ijodkorni, shoirni fojiali ayanch qismatidan bong urgan edi. Ya'ni Erkin akadan nafaqat mana shunday doston, nafaqat dilbar she'rlar, lirik she'rlar, balki juda katta g'azaliyot ham meros bo'lib qoldi. O'sha o'zini o'sha Erkin Vohidov yoshlik devoni bilan 1969-yilda mendan bir yoshgina kichkina devoni bilan o'zbek she'riyati yo'qolib ketayotgan, hamma eskilik sarqiti degan o'sha g'azaliyotga qaytib, g'azal janriga qaytib, uni go'zal zamonaviy namunalarini bera olgan edi. Sevgi ham inson qonida qolgan odam, sevgi ham inson qonida, o odam atodan qolgan, ey munaqqid, sen g'azalni ko'hna deb kamsitmagil degan o'sha undalmalari bor edi, xitoblari bor edi Erkin Vohidovning. Va umuman Erkin aka nafaqat o'sha go'zal ijodi bilan ayni paytda tilga bo'lgan o'sha munosabati, tilga bo'lgan muhabbati o'zini umrini oxirida o'sha yozib qoldirgan o'sha bir kitobi bilan ham biz uchun qadrli. Men eslayman, o'sha maqolani men Sharq Yulduzi jurnalida bosh muharrir bo'lib ishlayotgan paytim edi. O'sha paytda Sharq Yulduzi jurnalini o'sha navbatdagi sonlardan biriga tayyorladik. O'sha paytda o'sha kitob haqida, Erkin akani til haqidagi risolasi haqida o'zbek tilshunosligini liderlaridan, yetakchilaridan biri o'sha filologiya fanlari doktori professor Abdulhamid Nurmonov bir maqola yozgandi. Juda ajoyib bir maqola yozgandi. Ana shu maqolani o'sha jurnalda chop qilayotgandik. Biz bilmas edikki, Abdulhamid Nurmonov o'shanda o'lim to'shagida yotganini bilmas edik.
tinimsiz har kuni yoki 2 kunda birda telefon qiladi menga Abduhamid aka. Erkin Vohidov haqidagi maqolam chiqdimi? Ana chiqadi, mana chiqadi. Aksiga olib o'shanda Sharq Qudus jurnali ham bir 2 haftaga kechikdi. Afsuski Abduhamid Nurmonov o'tgandan keyin o'sha bu maqola bir kundan keyin chiqdi. Biz juda ham afsus qilib haligi boshimiz shangallab qoldik. Afsuski bilmagan ekanmiz og'ir xastaligini. Lekin o'sha jurnaldan bitta olib, o'sha Erkin Vohidovni uyiga yetkazgan edik va mana shunday narsalar haqida ham gaplashgan edik. Nima demoqchiman? Erkin Vohidov ana shu Abdulhamid Nurmonov o'sha so'nggi maqolasi Erkin Vohidov haqida edi. Shu maqolada Erkin Vohidovni o'zbek tilini bilimdoni ekanligini, uni risolasini yutuq va o'ziga yarasha kamchiliklar haqida juda teran bir maqola yozgan edi. Xullas kalom, qaysi tomondan qaramaylik, Erkin Vohidov bu o'zbek adabiyotida haqiqatan ham eng nomdor, eng haligi merosi baquvvat, eng iste'dod bilan yozilgan, meros qoldirgan ijodkorlarimizdan, shoirlarimizdan biri. Uni shoir va she'r shuur degan bir o'sha to'plami, maqolalar to'plami bizni talabalik paytimizda doimiy haligi ruslarda aytadi-yu, nastolnaya kniga deydi. Ana shunday o'zimiz bilan olib yuradigan bir kitob edi. Abdulla Oripovda o'sha haligi kitobi bor edi. Yana boshqa shoirlarimizni mana shunday ular Navoiy haqidagi maqolalarni oling. Erkin Vohidov. Xullas qaysi tomondan qaramay juda boy meros qoldirgan. Erkin Vohidovni yotgan joylari nurga to'lsin, joylari jannatdan bo'lsin deymiz. U bizni o'sha unutilmas ustozlarimizdan biri va qalbimizda to tirik ekanmiz qoladi.